Nimaga zamonaviy astrologiyada Saturn bu ota sayyorasi? Ya'ni agar otangiz haqida bilmoqchi bo'lsangiz, har doim Saturnga qarayli deyishadi zamonaviy astrologiyada. Chunki Saturn bu lotinchasiga sayyorani ismi bo'lib, aslida yunonchasiga Kronus bo'ladi. Kronus bu Yunon afsonadagi bosh iloh hisoblanadi, titanlarning ilohi hisoblanadi. Kronus, ya'ni Saturnni o'zini farzandlarini yeyish orqali mashhur bo'lgan. Nega yegan? Chunki farzandlardan qo'rqqan, farzandlar katta bo'lib uni o'rnini oladi deb har tug'ilgan farzandini o'zi yegan Kronus. O'shaning uchun ota obrazi bilan mustahkamlangan Saturn. Oldin ota obrazi bilan Quyosh mustahkamlanardi. Masalan, Sun bitta turibdi, mana ota obrazi. Hozir astrologlar ham Quyoshga qarashadi, ham Saturnga qarashadi. Otani tushunish uchun, sizni hayotingizda otani bilish uchun ikkita joylashuvga qaraymiz, Quyoshga va Saturnga. Birinchi qaraydigan joyimiz bu Quyosh. Bitta Zevs ketyapti. Yunonlar Zevs ilohi Quyosh bilan ulashgan. Quyosh bu otani ruhi, nuri, qanday kuchi, obro'si, hayot energiyasini beradi. Masalan, siz burjingiz Sherda Quyoshda bo'lsa, ana shu sizni otangiz, ya'ni otami ruhi menda qanday porlaydi. Saturn esa otaning intizomi, qoidalari, sovuqligi, hayotda qanday mas'uliyat va saboq qoldirganligini ko'rsatadi. Ya'ni otam menga qanaqa chegaralar o'rnatgan, disiplinani o'rnatgan. Demak, biz ham Quyosh joylashuviga qaraymiz, ham Saturn joylashuviga qaraymiz, otani bilish uchun natal kartamizda.